Italiano Veroni sotuv ofisidan chiqamiz hozir. Mana bu Milan loyihasiga kelganmiz, okey. Bu yerda noturar joylarni 1 kvadratiga 3000 dan so'rab turishgan ekan. Hozirgi kunda umuman sotuvda yo'q. Bizni bugun ko'rsatadigan joyimiz bo'lsa narxi ancha arzon. Loyiha juda chiroyli chiqibdi. Fasadimizni qarang, haqiqiy toshlardan qilib qo'yilgan panoramli oynalar. Sizga eng yoqadigan joyi birinchi qavatimizning balandligi bor, 6 metr. Bu degani siz bu joyimizni olib turib, qani bismillah kirdik. 3 etaj qilib olsangiz bo'ladi. Birinchi qavatimizni 120 kvadrat, shunda o'rtasidan bo'lib yana 120 kvadrat, tepasida bo'lsa 214 kvadrat. Bu degani, aka, siz bu yerda katta ofis yoki katta showroom bemalol qursangiz bo'ladi. Ikkinchi qavatimizni ko'ryapsiz, sal ichkariroqga kirgan. Ikkinchi qavatimizda ham xuddi shunaqa panoramli oynalarimiz qilingan. Narxiga juda zo'r joy. Shaharni qoq markazi, Sodiq Azimov ko'chasi, Yaponskiy postoystu, bu yog'imizda shundoq T1, bu yoq tarafimizda bo'lsa Infinity turar joy majmuasi joylashgan. Birinchi va ikkinchi qavatlarimizni общий 334 kvadrat egalarini telefon raqamini yozib qoldirdim.